Assalomu alaykum obunachilarim. Mana bugun jo'jalarga suvni tayyorlayapman. Har kuni mana shunaqa qilib ertalab suvni tayyorlayman. Mana bu chiktonik. Mana shuni doimiy jo'jalarga solib turish kerak. Qaynagan suvni sovutib, mana shundan 1 litr suvga 1 gram, yarim gramdan solinadi. Bittasi mana masalan bir bankaga shu suvdan tayyorlangan bo'lsa, dorili suvda, nargisi oddiy, shu qaynagan suv. Ikkalasi qo'yiladi. Xohlasa buni ichadi. Buni ichgandan keyin ustidan uni ichsa yaxshiroq bo'ladi. Shuncha ikkalasini ikkita idishga qo'yish kerak jo'jalar oldiga. Bu ikkinchi jo'jalar xonasiga qo'yiladi. Bunisi birinchi jo'jalar xonasiga qo'yiladi. Mana shu suv immunitetni kuchaytiradi. Kasalliklarga chalinish oldini oladi. Har tomonlama mana chiktonik foydali bu. Har kuni shuni tayyorlab qo'yaman men. Iloji bo'lsa 40 kungacha, 1 oygacha shundan qo'yilib tursa, keyin katta bo'lib qolgandan keyin osonlikcha kasal bo'lmaydi kurkalar o'zi umuman. Agar suvlangan oyoqlar